Necha? Yo'q. Kim bilan birinchi bo'ldi? Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, orziqib kutilgan damga ham yetib keldik. 2025-yil Superliga 1-turi Toshkentning Bunyodkor futbol klubi o'z maydonida Farg'onaning Neftchi futbol klubini qabul qiladi. Albatta bu mavsumda biz jamoamizga, ya'ni Neftchi futbol klubiga faqatgina omadlar tilaymiz. Bugun aynan Farg'onadan yuzlab muxlislar azmi poytaxtga yetib kelgan. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga esa issiq qaynoq jarayonlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Toshkentga g'alaba uchun keldik, faqat biz g'alaba qoniqtiradi. Olg'a Neftchi! Assalomu alaykum Farg'ona muxlislari, mana bugun biz Toshkent Bunyodkor stadioniga tashrif buyurdik. Bugun Neftchi jamoamiz 3 ochko bilan Farg'onaga qaytadi. Vodiylik muxlislar, bugun mana necha yilgi Neftchi baleshiylari hammasi shetda, xudo xolasa mana o'tgan yil 3-0 ga yutganmiz katta shotda. Bugun mana Bunyodkor, muhtasham Bunyodkor stadionida Neftchining fan klubi keldik. Umid qilib keldik. Bugun 3-0 katta shot bo'lmasa 2-0 ga yutsak bo'ldi. Neftchi g'alaba olg'a bos. Neftchi chempion 2025.